Assalomu alaykum hammaga. Bugun 2025-yil 4-oktyabr. Bugungi videomizda tog' tuproqlarining paydo bo'lishi, shakllanishi, bunda demak iqlim omili, o'simlik dunyosi, hayvonot dunyosi va relyef shakllari bo'yicha ozgina demak video dars qilamiz. Demak hozir Toshkent viloyati Parkent tumanida joylashgan Chotqol davlat biosfera qo'riqxonasida turibmiz. Bu yerda demak to'q tusli bo'z tuproqlar shakllanishi demak boshlangan. Ularda demak paydo bo'lishiga o'simlik dunyosi, relyefni o'rganishni boshlaymiz. Demak mana bu yerda tog' mintaqasida o'simlik dunyosini ta'sirini ko'ramiz. Mana bu yerda toshlarni ostida tuproq paydo bo'lish boshlangan. Ochib ko'ramizmi? Mana o'simlik dunyosi yillar davomida toshlarning ustida, ona jinsining ustida tuproq paydo qilgan. Demak, ko'ramiz mana chimla qatlam hosil bo'lgan. Chimla qatlam hosil bo'lib, o'simlik ildizlari tuproqni organik moddasini paydo qilgan. Mana shu yerda qalin biomassa paydo bo'lgan. Ular sekin-sekin tuproqning organik moddasini shakllantirgan. Mana bu yerda lishayniklar bor, toshning ustida qurib qo'ygan. Demak, bu yerda ham tuproq hosil bo'lish jarayoni davom etyapti. Mana bu yerda toshlar demak sekin-sekin biologik nurash jarayonini ko'rish mumkin bo'ladi. Demak, bu jarayon bir necha ming yillar davomida kechadi. Toshlarning orasidan demak o'simliklar chiqib, tuproqning organik moddasini hosil qilgan. Albatta bu yerda iqlim omili katta. Dengiz satidan 800-900 ming metr balandlikda joylashgan. Bu yerda yillik yog'in miqdori 500-600 mm dan ko'pni tashkil qiladi. Mana tog'ni ko'ryapmiz. Demak, tog'dan pastga nurab, toshlar, ona jinslar nurab kelib tushadi. Albatta tuproq hosil bo'lish jarayonida insonning ham o'rni katta. Albatta bu yerda insonning demak rol ham ta'sir boshlangan tuproq hosil bo'lishiga. Mana bu yerda ko'rib turganimiz qoramollarning go'ngi. Demak bu yerda mollar boqiladi, otlar boqiladi. Ma'lum bir joyda ayrim joylarda dorivor o'simlikni ko'paytirish ishlari boshlangan. Mana bu yerda mana tog' jinsini fizik nurashini ko'ramiz. Mana tog' jinsi bo'lsa, mana bu yashillar lishayniklar bo'lib, demak tuproq paydo bo'lishda o'simliklarning ta'sirini ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerda toshimiz yorilgan, ona jins yorilgan. Ya'ni fizik jarayonlar bo'lib, bu yerda nurash boshlangan. Demak, bular parchalanib, bularga mana bu lishayniklar, keyinchalik yuqori o'simliklar ta'sir qiladi. Bu yerda ko'rishimiz mumkin. Lishayniklar demak toshni sekin-sekin biologik parchalanishiga, nurashiga yordam beryapti. Demak, bular yillar davomida tushadi. O'rtacha 200-250 yilda 1 sm tuproq hosil bo'lishi kechadi. Mana bu yerda tog' jinsining ustida sekin-sekin organik massa paydo bo'ladi va tog' jinslari minerallarga parchalanib, sekin-sekin tuproq paydo bo'lishni boshlanadi. Mana tepaga chiqqan sayin ma'lum bir joylarda o'simlik dunyosi qalinlashgan. Qayerda o'simlik dunyosi qalin bo'lsa, o'sha yerda tuproq qatlami ham birmuncha yaxshiroq shakllanganini ko'rish mumkin bo'ladi. Bu yerda albatta farq bo'ladi. Janubiy qiyalik, mana bu tomonda shimoliy qiyalik. Uzoqda turgan yam-yashil tomoni shimoliy qiyalik bo'ladi. Biz turgan joy janubiy qiyalik. Janubiy qiyalikda quyosh nuri ko'p tushadi. Ko'p tushgan namlik tez yo'qotiladi va o'simlik dunyosi birmuncha kam bo'ladi,
shimoliy qiyalikka nisbatan. Endi o'simlik dunyosidan har xil o'simliklar tarqalgan. Daraxtlar, butasimmonlar, o't o'simliklari hammasi har xil tarqalgan va ular tuproq hosil bo'lish jarayoniga har xil ta'sir qilgan bo'ladi. Hatto bu yerda hayron qoladigan tomoni, bu yerda mana qamish o'syapti. Tog'da qamish o'syapti. Demak, tog'ni reliefini ko'rish mumkin. Reliefda tuproq paydo bo'lishidagi shaklini ko'rish mumkin. Demak, o'sha tog' mintaqasida ma'lum bir joyda suv to'planib qolgan. To'planib qolib, o'sha yerda demak qamish o'simliklari ham demak namlik sevuvchi o'simlik sifatida bu yerda o'sib turibdi. Asli bu yerda qiyalik juda katta. 60-70% qiyalik. Turibmiz hozir. Qiyalik juda katta. Shunday bo'lsa-da, suv ma'lum bir joyda to'planib, mana qamish o'simligini ko'rishimiz mumkin. Do'lana ko'proq bu yerda. Pastdagilar do'lana, yong'oq, yovvoyi olma kabi daraxtlar bu yerda ko'p o'sgan. Hop, yana endi tepaga ko'tarilamiz. Janubiy qiyalik bo'yicha tepaga chiqamiz. Chiqqanimizda tog' jinslarini ko'ramiz hozir. Kattaroq endi hosil bo'layotgan nuqtasiga kelyapmiz. Mana bu yerda fizik nurashlar jadal ketayotganini ko'rishimiz mumkin. Mana qarang. Kimyoviy va biologik nurashlar bu yerda tez ketyapti. Qiyalikni darajasiga qarab ham tuproq shakllanishi kelib chiqadi. Qiyalik o'ta katta bo'lgani uchun men toshlarda o'simlik dunyosi kamroq o'sgan. Qiyalik birmuncha kamroq joyda o'simlik dunyosi ko'proq o'sgan. Demak, bu yerda mana tog' jinslarni ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerda shu tog' jinslarida mana biologik nurash, kimyoviy nurash ta'sir qilyapti. Demak, shu tog' jinslarning ustiga yillar davomida quyosh ta'sir qiladi. Yog'ayotgan yomg'ir, qishda muzlashi, qorlari, keyinchalik shamol, keyinchalik o'simlik dunyosi ta'sir qilib, demak, shu tog' jinslaridan demak tuproqlar paydo bo'ladi. To'q tusli jigarrang, to'q tusli bo'z tuproq va jigarrang tuproqlar paydo bo'ladi. Hozir bu Chotqol davlat biosfera qo'riqxonasini boshlanish nuqtasida turibmiz. Bu yergacha bo'lgan joyda demak to'q tusli bo'z tuproq tarqalgan. Ichkariga kirib boramiz, ya'ni dengiz sathining ko'tarilib borishi bilan tog' jigarrang tuproqlari paydo bo'ladi. Mana to'g'ri turganimiz mana jigarrang, tog' jigarrang tuproqlar ona jinsi hisoblanadi. Shu ona jinslardan demak tog' jigarrang tuproqlari shakllangan bo'ladi. Demak, bu yerda ko'ryapmiz o'simlik dunyosi mana. O'simlik dunyosi o'sgan, tog' jinsi ustida mana biomassa qoldirgan. Mana dishaniklarda qurib qolgan joyi. Mana kimyoviy nurashlar, fizikaviy nurashlar. Mana hasharotlar yuribdi. Va deylik sekin-sekin nurab tuproq paydo bo'lishi davom etadi. Mana yana balandroqqa chiqyapmiz. Balandroqqa chiqqanda ko'rish mumkinki, demak bu yerda tuproq hosil bo'lishida o'simliklar dunyosini ko'rish mumkin. Bunday qarasak, o'simlik dunyosiga tog'ni eng baland qismida janubiy tomonlarda o'simlik dunyosi kamroq, to'g'ri uzun joylarda. Pastga qarab yani suv oqadigan soy bo'lib shakllanadigan joylarda birmuncha tuproqlarning paydo bo'lishi oldinroq kechadi. Chunki tepadan qiyalikdan nurab kimyoviy, biologik, fizik nurash ta'sirida yillar davomida pastga nurash bo'ladi. Doim relyef shakli, demak makro relyefdan tepadan demak pastga qarab yemirib pastga harakatlanadi. Tog' jinslari, ona jinslari tuproq hosil bo'lish jarayoni va pastdagi shakllangan tuproqlarda chimna qatlam, humuslar qatlam birmuncha ko'proq bo'ladi.
yuqorilarda relyefni hisobiga bu narsa demak tepada kamroq, pastda demak ko'proq bo'ladi. Endi savol tug'iladi shu yerda, iqlim avvalgiga nisbatan o'zgardi, tuproq hosil bo'lish jarayoni sekinlashadimi degan savol tug'iladi. To'g'ri savol, chunki yog'in miqdori oxirgi 30 yillik yoki 50 yillikda olib qarsak, o'rtacha 80-100 millimetrga yog'in miqdori kamaygan. Harorat +2 darajaga demak ortgan. Albatta bu jarayon tuproq hosil bo'lish jarayoniga ta'sir qiladi. Albatta avvalgidek tuproq hosil bo'lish jarayoni faol kechmasligi mumkin, chunki namlik birmuncha kamayadi. Lekin tog' mintaqasida bu jarayonlar tuproq hosil bo'lishiga nima bo'ladi? Keskin ta'sir qilmaydi. Mana bu cho'l tuproqlar ta'sir qilishi mumkin. Tog' tuproqlarda tushadigan yillik yog'in miqdori 800-900 ming millimetr ham demak bu yerda tuproq hosil bo'lish jarayoniga yetarli hisoblanadi. Demak, agar biz shu tuproq hosil bo'lish jarayonini hozirgi jarayonni 10 yildan keyin jarayon, 20 yildan keyin, 30 yildan keyin, 50 yildan keyin, 100 yildan keyin, 200 yildan keyin shu jarayonlarni oraliq jarayonlarni o'rgana olsak, hosil bo'layotgan moddalarni aniqlay olsak va o'rtacha har 10 yillikda 100 yilni biz solishtirsak, qaysi modda hosil bo'lishi, qanday hosil bo'lishi ko'ra olsak agar, tuproq unumdorligini boshqarishda ulardan samarali foydalanishda kerak bo'ladi. Mana bu yerda tog'larni, tog' jinslarini fizik nurash, yorilib katta xarsang toshlardan kichiklar paydo bo'ladi. Bo'lish jarayonini biz ko'rib turibmiz. Demak, shunday qilib biz bugun Chotqol davlat biosfera qo'riqxonasi Chotqol tog' tizmasidagi tog' chegarang tuproqlari va to'q bo'z tuproqlar paydo bo'lish, unda relyefni, o'simlik dunyosini, iqlim elementlarini ta'sir qilish bo'yicha tahlillarimizni demak olib bordik. Albatta bu jarayonlarimiz hali ham davom etadi. Dengiz sathi ham ko'tarilib borgan sayin bundan farqli jarayonlar bo'ladi. Uni ham albatta keyingi video darslarimizda demak o'rganib qo'yib sizlarga ulashib boramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.